Kögenlikin bir qo'rqosh, bir temtirish degan hujayr yo'q uningda. Mava mening 7-8 yilning yaqjiqqa azroq pulim mava. Endi az bo'lsa turmushing ishiltib turasi. Nega verip keldingiz? Ruhingiz bek tushkungu. Bugun ko'chada Akram tutib oldim qalam. Shundaymi? Nim deydi bu? Pulni qaytaramdiki, yo'qmi? Voy, nimindeyiz xutan. U meni ko'rganlikin bir qo'rqosh, bir temtirish degan hujayr yo'q uningda. Unda temkan turdigina. Qo'ldan so'rab bardiga yagmo apadim. Apasam o'tiringlar to'xtam bakan. Bu ish bizning boshqarish doiramiz demaskan deb aqmi digina o'shmi. U bu yo'lda pishib ketgan qoqbay saxt bez bir nima ekan. Burun nima ish his qilmagan bo'g'iytingiz. Bo'pdimdi bo'g'liq bo'p bo'ldi. Saqlab baqla qani. Yaxshi o'p ketdi. Uy saqlab o'tiraversa qamlashmaydi xutan. Tushdan keyin men bir berib, yan izni paqash to'g'riliq. Ha, shunday qiling. Rostbay sizni biraylar izdeb ketdikan. Chimika bu? Kimligini bilmadim. Bek suyrintilet bir odamki. Sen qattiq deganda? O adam gadindikin vaqtida beraversin, meni vaqtida izdisin deydi. Nima ish qilgan bo'g'iytingiz? O adam qancha pul qarz olgan? Voy, sen bu ishga boshqa tumsan bo'ldi, uzam bitirib qo'yma o'shni. Xotirjam bo'lasiz? Ba'zidan qolsam sizni xil parakende qilgandek turdi. Rost gapni qilsangiz qancha pul qarz oldingiz? Bir pulni amalini qilib, pulini vaqtida berib etmaylimi? Buni uzameli qilay qala. Anangdan mo pul ekilpading. Oltinlaringni mo ochib setib etdim. Men sen 100 kelinmayman. Cho'qim bu qilganlarimning o'rnini sen to'liqdab berma. Mendan xafa bo'lmay turibdi xotin. Sen bu ish qalqatumsanmi? Cho'qim men uzameli qilayapman. Voy, keling. Dadimizdan avval qandaroq? O'tiring. Dadamning ahvoli xeli yaxshi. Tushma bo'lib qopdi. Sizlar paranglashqach o'tirib tursanglar, men bir tamoq qilay. Sen dadamning qishiq bormamsan? Xos o'zimni ko'tarib boramka. Dadam sening uylanga bek qolib ketdi. Nimali bo'lsam bir ko'rinib qo'ysang olti dadamga. Bu qachonlik qismida uyingni yushirib yuraversa. Mava mening 7-8 yilning yaqjiqqa azroq pulim mava. Endi az bo'lsa turmushing ishiltib turasi. Ukam, bu sening nim qilganing? Asla men sen birga yaditim. Mushundara qilganingga rahmat qila. Lekin bu pulingni o'zing ishlat. Manga pul lazım emas, aka, sen qayzga bug'lab ketding. Ma pulni bir turmushingda kushoq cho'kishlik ishlat. Sendan bir o'tindig'im dadamni ancha-muncha yo'qlab qo'y. Buningki bir akadek ish qilasiz.